Assalomu alaykum hammaga. Kanalimga yana bir bor xush kelibsizlar. Yaxshimisizlar, yaxshilar, yaxshi yuribsizlarmi? Bugun 19-iyul yakshanba kuni. Allohga shukr. O'zbekistonda juda ham qaynoq yoz bo'lmoqda. Inshaalloh dushanbadan sinoptiklarimiz havolar ancha tashlaydi deb aytishdi. Umid qilib qolamiz, Allohdan so'rab qolamiz. Yaxshimisizlar qizlar? Bugun yakshanba bo'lgani uchun bironta tansiqroq, mazaliroq, yengilroq ovqat qilay degandim. Hozir ovqatlarim уже tayyor bo'lyapti. Yoniga shunaqa yengil yozgi mahsulotlardan salat qilib qo'ymoqchiman. Shuni retseptini olgach, sizlar bilan gaplashib, so'rashib qo'yay dedim. Rahmat. Oxirgi videomdan keyin ancha odam qo'shildi. Kommentariyalarda iliq, samimiy fikrlaringizni bildiryapsizlar. Rahmat qizlar hammanglarga. Endi mana salatimizni boshlaymiz. Oddiy shu yozgi mahsulotlardan mana bodring, pomidor, svetofor bolgarskiy va ko'k piyoz. Shunaqa o'zinglar yaxshimisizlar qizlar? Issiqlarda o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Ko'chada ishlab keladigan ayollarimizga, erkaklarimizga Allohim sabr bersin, salomat bo'lsin, og'rishmasin. Ilohim bu kunlar ham o'tib ketadi, Xudo xohlasa. Albatta sabr qilamiz. Allohdan so'rab qolamiz. Yurtimizga chiroyli, yana yomg'irli ob-havolar bo'lishini Allohim nasib qilsin. Shunaqa mana shunaqa qilib bodringni xohlagan shakllarda to'g'ri olasizlar. Men shunaqa qilib kesib oldim. Mana endi bolgarskiylarimizni ham shunaqa katta qilib kesib olamiz. Qizlar, kommentariyada bemalol o'zingizlarning fikrlaringizni qoldiringlar. Allohga shukr, negativlar yo'q hozircha. Bo'lmasin bundan keyin ham umid qilib qolaman. Hozircha hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Я видео снимаю. Shovqin uchun uzr qizlar. Bolalarim o'ynashyapti. Hozir ovqatimiz ham pishib qoladi. Sizlarga ko'rsataman ovqatimni ham. Bugun shunaqa kitayskiy qanotchalar bilan guruch pishirmoqchi bo'ldim. Va morozinligimni qarasam, qanotlarni o'rniga ryobrishkalarim bor ekan. Mayli dedimda, ryobrishkalardan tayyorlab qo'ydim. Guruch garnirga va ryobrishkalarni tayyorladim. Bu ovqatimni retsepti pastga tushganinglarda bor. Tayyorlab qo'yganman qizlar, ko'rmasanglar bo'ladi. Oddiy, noodatiy va mazali chiqadi. Albatta kirib tushib, ko'rib, tayyorlab ko'ringlar. Yoqadi. Oila a'zolaringizga ham, xo'jayinlarga ham, ayniqsa bolajonlarga juda ham yoqadi. Bilmadim, meni bolalarim juda ham yaxshi ko'rib yeyishadi. Mana chesnokni ham shunaqa mayda qilib kesib oldim. Va
ko'k piyoz. Ko'k piyozni kim yaxshi ko'radi? Biz oilaviy sevamiz ko'k piyozni. Har doim uzmasdan olib kelamiz, doim. Ayniqsa oshlar bilan juda ham zo'r ketadi ko'k piyoz. Mana qizlar, hamma narsani shunaqa qilib to'g'rab olamiz. Endi hozir bunga sousini tayyorlaymiz. Mana qizlar, sousimizga shunaqa zirnistaya garchitsa kerak bo'ladi, ya'ni xantal urug'i. Shunaqa desa to'g'ri bo'ladi. Bundan solamiz, kichkina qoshiqda 1 qoshiq va soyavoy sous solamiz. Bu ham bitta qoshiqda. Va o'simlik yog'i solamiz. Tuz solamiz, kashnich urug'ini solamiz. Bitta qilib olib, shu sousimizni salatamizga solamiz. Mana qizlar, ozgina o'simlik yog'i, tuz va ozgina miqdorda achchiq qizil paprika qo'shdim. Kashnich urug'i soldim. Endi bunga bu xantalimizdan solamiz. Mana shuncha yetadi. Va ozgina soyavoy sous qo'yamiz. Mana. Hammasini bitta qilib aralashtirib olib, mana. Endi buni salatamizga qo'yamiz. Endi aralashtirib olamiz salatamizni chiroyli qilib. Juda ham mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar qizlar. Yangilik. Kimdirlar bilar, kimdirlar bilmas. Shunga qisqa bo'lsa ham video qilib olib qo'ymoqchi bo'ldim. YouTube'ga, balki kimgadir foydali bo'lar deb. Qizlar, keyin bunga kam narsa limon suvi, limon soki, ya'ni menda limon bo'lmagani uchun kecha hammasini ishlatib yuborgandim, kompot qilgandim, shunga solgandim. Limon sokidan ham foydalansanglar, boshqacha ta'm beradi. Qizim, kek ochib. Давай. Сиди там. Вот, qizlarjonlar, tayyor bo'ldi. Endi buni ovqatimiz bilan birga tortamiz. Qizlar, stop. Xayolimdan umuman ko'tarilib qoldi. Mana bu yerda shunaqa piyozlarni sovuq suvga solib qo'ygandim. Shunaqa qilib kesib olib, buni ham solish kerak edi. Hozir esdan chiqib qoldi. Buni ham solib yuboramiz. Mana qizlar, uzr so'rayman. Xayolimdan ko'tarilib qolgani uchun piyoz ham kerak bo'ladi. Piyozni oldindan muzdek suvga shunaqa nima deydi buni? Yumaloq shaklda kesib, shunaqa qalinlikda bo'lish kerak. Sovuq suvga ivitib qo'yamiz. Salatamizni kesib, boshqa narsalarimiz tayyorlagunimizcha achchiqlarini suvga berib turadi. Keyin solamiz. Shunda salatamiz achchiq bo'lib qolmaydi, ya'ni. Вот, mana piyoz ham qo'shamiz. Mana aziz qizlarjonlar, ovqatimiz pishdi. Mana ryobrishka bu yerda tovuq. Oldiga garnir, mayda yulduzchali makaron bilan guruch va sizlar bilan birga tayyorlagan salatamiz. Hali aytib o'tganimdek, ovqatimiz retsepti boshqa videomda bor. Xitoycha mazali bo'ladi. Kirib ko'rsangiz bo'ladi retseptini. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Bizga yoqimli ishtaha. Menga ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar qizlar.
keyingi yangi videolarimda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar. Aytgancha like bosib, izohlarda qo'llab-quvvatlashni unutmaymiz.